ikkinchi muolajani boshladik. Qisqasi bemorimizda sag'ir diabeti bilan yo'ldosh kasallar bulujlashi aktiv emas. Limfa drenaji qiladigan limfa oqimi to'xtagan. Yurak ritmini ham boshqarmaydi bulujlashni. O'zi aktivlashtirib sfinkter oldida turibmiz, u dimlanib turibdi shotlar. Oshqozon osti bilan o't tufayli ikkalasi bitta o'lib o'nik barmoqcha quyadigan joydagi trubka deylik o'zbekchasiga o'sha yerda dimlanib yotibdi. Siqilish o'tkazgan boshdan bemor. Qattiq stressdan keyin oshqozon osti bezi o'zini yeyman deb turibdi o'zi. Pankreatit bu. Oshqozon osti bezini qattiq og'rig'i. Perikard yurakni xaltachasida ham suv ko'payib ketgan. Limfa harakati sekinlashib ketgan butunlay. Bilmayapman aytasan sizga. Naqillayotgan. Menga bilinmaydi. Menga kam bilinadi. Meni laq qilyapti. Axir o'zi menga o'sha aytdimiz sfinkter oddi dedimi mana o. Shu aktivlashish bir porsiya jirib chiqadi, lekin qo'yadi. Ana. Og'ritdimi? Yaxshi og'rib yo'qoldi. Chapa yoqqa ham biri. To'g'ri. Normal tibilar. Ha? Chapa yog'imga beryapti. Og'ritdimi? Bo'lsa odam o'tib bitirib ovqatini qilishga o'rganmasdi. Oyoqlarga ham yo'q. Butun hamma yoqqa bog'liq o'tib. O'tfagini o'zi emas, o'tfagini mahsuloti. Jigaridan chiqqan narsa, jigari ishlab chiqargan narsasi o'tda. O'sha o't qo'pi zav skalatga chiqazadimi? Haligi ishlab chiqargan narsa, zavod. Skalat to'lyapti-da o't qo'pi. Bu o't qopini qisqarishi ham yo'q. Ay. Bo'ldi. Shu bor. Endi issiqda tirilibdi. Kunish bo'lgan. Xo'p. Bosh. Qo'lini bo'sh qo'yibdi. Mana shu qilayotgan ishimiz limfa drenaji deyiladi. Butun odamning a'zoy badandagi go'sht ichidagi suyuqlik o'zbekcha tushuntiraveraman, bir meditsina termini bilmaslik.